Mana turdim, oddiy kunim boshlandi. Xo'sh, bir tashqariga chiqib kelaylik, chiyin bo'lyapti. Bu bu kim? Boy. Qanaqadir boy ko'chib ketdi shekilli. Qani videolarni ko'rib kelaylik-chi, qanaqa boy ekan. Ko'ramiz qanaqa boy ekan. Boy tog'a! Boy tog'a! Boy tog'a! Kim bor uyda? Uyda kim bor? Au! Uyda kim bor? Kimdir bormi? Nima qilyapti uyda tog'a? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Siz yangi ko'chib keldingizmi bu yoqqa? O, zo'r. Men ozgina pul bera olmaysizmi menga? Qancha kerak? Bir 15 ta blok almas kerak bo'ladi-da. Oldin sen meni polni almas qilib berishing kerak. Bo'ldi, shunda 15 ta blok almas berasizmi? Ha, beraman. Bu hozir uydan narsalar olib kelib olaydi, keyin almas qilib beraman. Men uydan o'zimizga kerakli narsalar olaylik, kirkam olaman. Yo'qal, ko'rsapalak. Kirkam olaman, kirkam. Ozgina ovqatdan olaman. Ketdim, endi ish qilish kerak. O yangi kelganda uni pulini yemirib olishimiz kerak. Menimcha ana o'zi ham ketibdi. Endi mana yerda almasni qilib aralashtirishimiz kerak. Men yerda almasni olib turaman. Kirkasini olib turaman. Kirkasi tezroq bo'lamiz. Endi buni almasga aralashtirib olamiz. Almasni qilish kerak endi. Tezroq aralashtirib olaylik-da. Tezda bo'laman. Ko'p vaqt olmaydi. Tezda tugatamiz. Almas bersak bo'ldimi? Ha. Bu problema emas. Tezda bo'lamiz endi buni. Hozirda boyaga kirib aytib ketdi. Uyni yarmini qilsang yetadi dedi. Ya'ni mayitlarni mendek tozalab bitta almasni olib chiqsam bu temir joylari mayit qolaverar ekan. Mayit tozalab olamiz lekin. Mana bu narsalarni olib kerak. Bu yerdan olamiz. Mana shu almasni olib chiqamiz, keyin boyaga 15 tilla almas berish kerak. Bu almasga men o'zim bitta yaxshiroq uy sotib olgan bo'lasiz. Qani, mayitni ham tutib olaylik. Sandiqmi? Boyagi narsalarni shu yerda saqlaydi ekanda. Bu sandiqni hozirchimiz millatni olamiz-da. Keyin mana shu o'zimizga yangi uy sotib olamiz. Faqat boyga kirib qolmasa bo'ldi. Boyga kirib qolsa o'sha qolaman. Ya abdishi turib. Assalomu alaykum boyga, yaxshimisiz? Bo'lyapti ishlar. Chotki. Xotirlanmasiz ham bo'ladi. Boyga kirib qoldi. Yaxshi ham ko'rmadi nima bo'lganini. Boyga tezda bajaramiz. Boyga to'ting, nima yomon ish qildim? Boyga seyirkanda uloq shekilli men. Mayt to'g'irlab qo'yildi. Mana. Endi boyga sezmadi ham menimcha narsalarni yo'qolganini. Tezda bu to'g'irlab chiqamiz. Keyin suramiz. Boyga 15 ta blok olish kerak. 15 ta berish kerak. Yangi uy sotmasam bo'ladi o'zimga. Qo'yil. Yangi uy sotib olgan pul bo'ladi. Boyga eskigina narsalarni yomon joyda saqladingizda. Yaxshiroq joyda saqlaganingizda bunaqa ishlar bo'lmas. Buni olib qo'yamiz. O'zim 12 ta tillam bu boyga aytamiz. Kirkasi qolib ko'p joyga yarashlar so'kib yurmasin. Bu menga. Boyga ishlaringiz bo'ldi, chotki bo'ldi. Mayda uy quryapti ekan. Boyga bu ishlaringiz bo'ldi. O'zim 12 ta tilla almasni olib oldim. İşler rivoj men ketdim. Shuni boyaga bekor qilibdi. Men uyimni o'zgartirib olaman.
mana uyimni ham boyga o'xshab Amazon qoldim. Keyin faqat Amazon. Faqat uni kattalashtirsa bo'ldi. Boy aka esa bexabar uyda narsalar o'g'irlagan. Qani boy akani uyni bir ko'rib chiqaylikchi. Lekin boy akaniki menikidan kattada baribir. Bu boy akani uyda ko'rshaplarayda uy quryapti. Bu boy aka yana ish kerak bo'lsa ayta olasiz. Bo'ldi, senga ish yo'q. Ish kerak bo'lsa ayta olasiz. Voy. Boy aka bexabar. Zombini o'ldirib beraylik. Shu boy akaga yaxshilik qilaylik. Qani boy aka zombini o'ldirib berdim. Momoni o'zi deb qo'yaverasiz endi. Endi suddi betda. Yana bitta gapda. Xullas shu joyda biz boy kambag'alni birinchi qism tugadi. Agar ikkinchi qismni xohlasanglar shu videoga obuna, like bosib ketinglar. Keyingi qismda ajoyib voqealar kutyapti sizlarni. Unda xayr hammaga.